Sizlarga yana bitta yangilik, mini Napoleon retsepti bilan bo'lishaman. Hozirgi kunda rosa ham trendda. Zakazlarga bemalol tayyorlasangiz bo'ladi. Qani ketdik. Eng avvalo idishimizga un bilan sariyog'da urvoqqa olamiz. Alohida idishda suv, uksus, bir chimdim tuzni solib, yaxshilab aralashtirib, boyagi massamizga solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimiz yarim soat dam olsa, undan ham yaxshi yoyiladi. To'liq retseptini har doimgidek opisaniyada yozib qoldiraman. Iloji boricha yuqaroq yoyishga harakat qilinglar. Mana meniki juda ham yuqa ko'rinadigan bo'lib yoyganman. Qaranglar, xohlasalaring mana shunaqa trubichkani nasatkasiga o'rab olganman. Agar sizda shunaqa temir qolipingiz bo'lmasa, falgadan foydalansangiz ham bo'ladi. Orasiga qalinroq cho'p qilib falgani o'rab olsangiz qattiq turadi. O'shani keyin o'rab olaverasiz. Kremini tayyorlashni boshlaymiz. Kremiga sariyog', zgushyonkani yaxshilab zibivat qilib olamiz. Mana videoda ko'rsatilgandek, ustini kremga botirib, krem qanchalik suyuq bo'lsa, uncha yaxshi ushamaydi ustiga. Quyuqroq qilganman. Keyin chekkalardan qolgan kroshkasini chopper yordamida olib, kroshkasiga bulab olamiz. Videom yoqqan bo'lsa, like va podpisatsiya bosib qo'ying. Meni blogimda bundan ham zo'r videolarim bor.